Assalomu alaykum Farg'ona asfalt obunachilari, bormisizlar do'stlar, yaxshimisizlar? Xudo xolasa bugun Namanganda, xudo xolasa 400 kvadratli xonadonni shunaqangi asfaltlarini tayyorlab, bitta jumongda ketdi zasibga. Ko'rayotgan joylaring ham rosa chuqur bo'lgan, vibratorlar, ko'rayotgan apparatlaringda vibratorlaymiz, qatiramiz, to'g'ri katoyda qilamiz. Agar yaxshi chiqmasa, asfaltingizni joyini tayyorlab 5-10 kun dam beramiz. Nimaiki, cho'kadigan joy yana cho'kib olish uchun agar to'g'ri kelmasa, o'shuna qilamiz. Xudo xolasa shunaqangi mayin asfaltimizdan olib kelganmiz. Xudo xolasa video ko'rinishi nima deyapti do'stlar? Oyoqlarni issiqqina bo'lishini xohlarlar. Zak o'tdi. Bu tomonlarda zak ko'p ekan. Zak joylar. Ko'rayotganingizda uni sho'rlarni ham ko'rayotgan bo'lsangiz, shunaqangi sho'rlaydi. Zak joylarda sho'rlarga qarshi bu kerak bo'lsa devolingizga ham foydasi bor. Sho'r chiqarmaydi tevaga. Tevaga ham chiqarmaydi. Oyog'ingizda quruqroq turadi. O'sha quruqroq turishi ham nima desam bo'ladi? Sizga plyus tomonlari juda ko'p. Oyog'ingizga, bola chaqaga shunaqangi narsalar inshaalloh ko'rayotganingizdek uyimizga nima degan? Chiroyli aytganmi? Mana bu tomonlar. Hormang Baxtiyor aka. Oralariga ham kiryapti do'stlar. Ko'rayotganlaringda. Shunaqangi joyini 1,5 santimetrdan metriga uklon berganmiz. Latoy qo'yilgan, aytganmiz. Shunaqa ideyalar qilsalaring ham bo'ladi. Xonadonda adaqa qilmasdan agirodga sekin tushadi holli qilsa ham bo'ladi. Batga aytilgan, ariqcha qilib qo'ysak kelib agirodga o'sha yoqqa mo'yitlarni ko'rayotganingizda qarang, agirodga o'tib ketadi xonni ham o'xshatishgan. Bu tomonga tushadi ko'rayotganingizda. Tannovlarni ham ko'ring. Ana do'stlar, iloji boricha asfaltga, steyashkangizga nima qildirsangiz ham tevadan tutsa baribir burchatkani rangi o'chib ketadi. Asfaltda kerak bo'lsa o'yadi, steyashkani ham jicha ko'proq turadi-da, lekin u ham oxiri titilib ketadi. Tevadan tushgan o'sha suvda nimasini hisobiga. Mana shunaqangi narsalar qildiringlar iloji boricha. Haligi nima desam bo'ladi? Agiroddan, bo'lmasa agiroddan ham bitta ko'chaga chiqib ketadigan, bo'lmasa arig'ingizga tashlab yuborsangiz, bat to'ladigan bo'lsa ham o'sha yoqqa chiqib ketadigan, mana shunaqangi narsalar ham qildirsalaring bo'ladi. Xo'p. Bu tomon to'g'risi do'stlar bitta jumongda zasibga qilganmiz. Ko'rayotganingiz shunaqangi mayin qilib joyda ham xuddi shuna tayyorlab olamiz. Mana ko'rayotganingizda sheben bo'lgan. Mana sheben bo'lgan. Ko'rga hassa qilib mana sheben do'stlar. Mana bir-biriga qovushmaydi, to'g'rimi? Qovushmaydigan narsa. Men hozir ovozini tirilladi, ovozini o'chirsam gapiraman. Ko'rayotganlaringda shunaqangi bir xil qilib joy tayyorlaymiz. Hali ilon qilib ham joyni asosan tayyorlashni bilish kerak. Men sizlarga bugun juda ko'proq gapiraman. Qo'limdan kelgancha tushuntirib o'taman. Har bir uyning narxi hammaniki bir xil kelmaydi do'stlar. Bu xonadonniki boshqa keladi, sizniki boshqa keladi. Sizniki ozdir, buniki ko'pdir. Hamda qanaqa uklon olishimizga ham bog'liq. Biz sizdan pul olmaymiz zasibka uchun, lekin 1000 so'm, 2000 so'm aqabaqa bo'lib qolishi mumkin kvadratda ozligiga, yo shopir puliga. Ko'rayotganingizda do'stlar, qancha past bo'lgan ekan. Hozir bir qarich. Boring 20 santimetr tevaga ko'tardik. Bu uy pastlik qilgan. Batda o'zlari beton quyib oladigan bo'ldi. Asfaltini bosib bersak, taga quyib berishadigan bo'ldi. Ko'rinishlar ham bu tomon rosa chuqur bo'lgan. Uklon olib, ashaqqa berdik. Xudo xolasa to'g'ri tushuntiryapman deb o'ylayman do'stlar. Haligi bir xillar kommentariyada yozishadi, boshqa qiladi. Salla internetga chiqaraverar ekansan-u. Telefoningni ko'tarmas ekansan deb. Do'stlar, Allohga shukr, klientlarimiz ham yaxshi, o'zimizni tushungan klientlar. Bunaqangi ko'rayotganingizda
Xo'p, klientlarimiz ham ko'p, lekin haligi nima desam bo'ladi? Qildirmaydigan odam ham gangiratyapti, qildiradigan odam ham. Manzilda aytib yuboring deb anaqa qilsa, oldin kelgan ekansizlar-ku, mana shu tomonga u bu. Endi ko'p xonadonga kiramiz, boshqa qilamiz. Lekin bir kunda 200 ta, 300 ta, 400 tagacha zaryadga olamiz. Gaplashamiz, tushunamiz. Bitta o'zim boshqaraman, meni ham to'g'ri tushuninglar. Bitta o'zim boshqaraman. Ham o'zim borib ko'raman, ham o'zim gaplashaman. 7 ta brigada bor xolos. Bir kunda 100 ta odam telefon qiladigan bo'lsa, 7 tasini qilalamiz xolos. Baribir borib ko'ryapmiz, borib ko'rganimizdan keyin aytib yuboramiz bir nima, o'shani birida ko'rishdi ham 50 ming so'mdan qilib qo'ydik do'stlar. Borib ko'ramiz, ish bo'layotgan kuni o'sha 50 ming plyusni olaverasiz. Nimaiki o'shani qilsak, o'shani gapirsak o'zi yo'g'ib qolyapti odamlar, yaxshi bo'ldi. Nimaiki qildirmaydigan odamlar juda ko'pchiligi bilib olgani ham narxi, steyashka bilan taqqoslab ko'radi. Kimdir burchatka bilan qildiradigan odam qildiradi. Lekin shunaqangi 50 ming so'mni gapiruvdik, Xudoga shukr, yaxshi nima desam bo'ladi. Qildiradigan odam chaqiryapti, qildirmaydigan odam keyinroqqa qildiramiz deyapti-da.